Assalomu alaykum azizlar. Bugun 16-may 2025-yil. Bugun men pomidor ekkan joyimizga keldim. O'shani ko'rsatmoqchiman. Pomidorimiz 1 gektar maydonga ekkanmiz, 2 xil nav. Xo'p. O'zimizni mahalliy Yusupovskiy navi Rozvi pushti pomidor va Bio kompaniyasining Sultan F1 navini ekkanmiz. Xo'p, ko'chatlarimizni o'zimiz uyda dadam yetishtirgan. Bugungacha qilgan ishlarimiz kultivatsiya qilganmiz bir marta chopiqdan chiqardik. Hozirgi pomidorimiz holati mana o'sha oxirigacha pomidor ekilgan. Hozirgacha hech qanday kimyoviy vositalar sepilgani yo'q. Agar bironta dori sepadigan bo'lsak, Xudo xohlasa harakat qilaman, vaqtga qarab qo'yib borishga, tanishtirib borishga harakat qilaman. Va bundan keyin daladan sotishni yo'lga qo'yamiz. Pomidorlarni pishganda bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bizni kuzatib borishni to'xtatmang, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Hammangizga rahmat.